Bu sizni eringiz. Buni qozonga quyamiz. Endi biroz kutamiz. Mana suvimiz ham qaynab chiqdi. Endi unga qaraymiz. Ko'ryapmizki, bu imkonsiz. Endi biroz bu suv sovishini kutamiz. Suvimiz sovidi. Endi bunga yana qaytadan qaraymiz. Ana endi suvda o'zimizni ko'rdik. Nima demoqchiman? Eringiz jahli chiqib qaynab turganida unda o'zingizni ko'rishga, u uchun kim ekanligingizni bilishga harakat qilmang. U paytda siz nafaqat o'zingizni, balki farzandlaringiz, ota-onangiz hech kimni ko'rmaysiz. Sovishini kuting. Sovigandan keyin esa boshqatdan qarab ko'ring. Ana endi siz unda nafaqat o'zingizni, balki unda baxtingizni ham ko'rasiz. Ana. Atrof muhitga mana ziyon keltirmadik.